Assalomu alaykum do'stlar. Yana sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Xo'p, xudo xolasa, mana aprel oyiga ham bir ajoyib darvozalarimiz bor. O'shalar qisqacha bo'lsa ham tanishtirib o'tish maqsadida qisqacha video tayyorladik. Albatta, videoda oxirigacha ko'rsalaring, 1 kvadrat metrini qiynalgan oilaga o'sha shtanfoyimni high-tech pechat darvozani 130 ming so'mdan qiynalgan oilaga o'rnatib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, bugungi darvozamiz o'zgacha darvozamiz bor, xudo xolasa tanishtirib o'taman. Bu darvoza ham yangi, bugun tikladik. Xudo xolasa egasiga kechqurun yuklab o'rnatib o'ramiz. Darvozamiz haqida bir qator ma'lumot berishni boshladik. Malol kelmasa albatta bittadan like tugmachalarini bosib, videoda oxirigacha ko'rsalar, o'sha 130 ming so'm darvozamizni ham ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, ko'rishlaring mumkin. Shtanfoyimli pechat darvoza hozir bir qator obzorni qilib beraman. Ko'rishlaring mumkin. Darvoza xudo xolasa o'ta ideal darajada chiqqan. Darvozamiz yondonlari 8x8 profildan bo'lgan, taglarimiz shivellar bo'lgan, ikkili stenkada bo'lgan. Hop, to'qima profillar, 1,5 stenkada bo'lgan. Hop, bu joylarga yaqinroq kelsangiz, bu joylar mana ponni vibraga aylantirganmiz. Hop, bu joylarga mana 10 sentdan o'sha nerjivenkalarni qo'yib, o'ta atido qilib ishlangan. Orqa tomonlarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Orqa tomonlari bu darvozamiz 2 qavatli variantda ishlangan. Orqa tomoni shu holatda bo'lgan. Polni tekis qilib shumkali variantda ishlaganmiz darvozani. Darvoza 2 qavatli polni shumkali variantda chiqqan. Ko'rishlaring mumkin. Hop. Tepa qismini o'sha skvoznoy qilib bering dedilar. Tepa qismini 40 sent skvoznoy qilib berganmiz. Zakazga bo'lgan darvoza. Shu darvozani 1 kvadrat metri 850 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastavka ustunovka hammasi besplatni. Vodiy bo'ylab 850 ming so'mdan, boshqa viloyatlarga 900 ming so'mdan dastavka ustunovkasi bor. 12 ta viloyat bo'ylab darvozani. Darvoza shumkali variantda. Qimmat deyishlaring mumkin, lekin listlarimiz 1.3 variantda bo'lgan. Shtanfoyimli pechat darvozani shumkali varianti. Full variant deydi-ku. Agar bir qavatli bo'ladigan bo'lsa, bez vibra bo'ladigan bo'lsa 550 ming so'mdan. Agar vibrali bo'ladigan bo'lsa 600 ming so'mdan. Shumkali divayni bo'ladigan bo'lsa 850 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastavka ustunovkasi bor, xudo xolasa. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bizda o'sha darvozalarning eng arzon varianti 450 ming so'mdan boshlab 2 milliongacha vibralarimiz bor. Hop, keyingi darvozalarimizni tanishtirib o'tamiz. Hop. Do'stlar, buni oxirida ko'rsatib o'taman, xudo xolasa. Shu 130 ming so'mdan aksiya qilib qiynalgan oilaga degan darvozam shu darvoza bo'ladi. Hop, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsak, bu darvozamizni aksiyaga qo'yib yuborganmiz. Bu darvozamiz ko'rishlaring mumkin. Eniga 367, bo'yiga 360 bo'lgan darvozamiz. Darvozani ko'rishlaring mumkin. Qo'l mehnat, ruchnoy rabota darvoza. Xudo xolasa darvoza o'ta ideal ishlangan. Bu joylarga nerjivenkalardan jilo bergan. Tepa qismini 60 sm shu skvoznoy qilganmiz darvozamizni. Yondonlarimiz shivellarda, taglarimiz shivellarda bo'lgan, addenni kalitkali bo'lgan darvozamiz. Xudo xolasa darvozamiz 1 kvadrat metr zakazga bo'ladigan bo'lsa, shu darvozamiz 1 million 200 ming so'mdan 1 million 500 ming so'mgacha qilib beramiz. Zakazga bo'ladigan bo'lsa, aksiya qilib 1 million so'mdan razmeringizga tushsa, olib ketaverasizlar joyida, xudo xolasa. Hop, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsa, keyingi darvozamiz lazerli fason darvozamiz. Ko'rishlaring mumkin, darvoza xudo xolasa o'ta chetga chiqqan. Buni ham yondonlari shivellardan bo'lgan, taglari shivellardan bo'lgan. Profillarimiz hammasi 1.7 stenkada 2 qavatli variantda bo'lgan darvozamiz. 2 qavatli variantda bo'lgan. Hop, eniga 355 bo'lgan darvozamiz, bo'yiga 330 bo'lgan. 355 ga 330. Bu darvozamizni ham bomba narxda aksiya qo'yib yuborganmiz. Zakazga shu darvozalarimiz 1 million 300 ming so'mdan 1 million 600 ming so'mgacha chiqadi zakazga. Tushuntirib o'taman, bir ikki kishi telefon qilyapti, mana shunaqa aksiya qilibsiz-ku. 950 ming so'mdan debsiz. Razmeringizga tushsa 950 ming so'mdan gapga javob beraveraman. Darvoza ideal. Joyiga kelib, lakasi tashavergan, kelib yoqtirib olib ketaveradi. Shu darvozani 950 ming so'mdan aksiya qo'yib beraman. 355 ga 330 darvoza. Kimdir razmeriga tushib qolsa 950 ming so'mdan kelib olib ketaveradi. Zakazga bo'ladigan bo'lsa 1 million 300 ming so'mdan 1 million 600 ming so'mgacha o'sha materiali 2 qavat, 3 qavatli full variantda misol uchun materiali 1.8 emas, 2 stenka deyishadigan bo'lsa, narx-navosini xudo xolasa gaplashaveramiz. Xo'p, keyingi darvozamiz keladigan bo'lsa, keyingi darvozamiz skronli darvoza, soqqali fason darvoza deyiladi. Bu darvozamizni ham aksiya qo'yib beraman. Bu darvozani ham aksiya qo'yib beraman. Bu ham shu 2 qavatli shumkali variantda bo'lgan, xudo xolasa darvoza. Ko'ryapsizlar mana.
ichiga ketgan to'qima profillari ham hammasi qalinda bo'lgan. Profillari ham hammasi qalinda. Darvozani eniga 3,5 metr, bo'yiga 3,5 metr bo'lgan darvozamiz. Eniga 3,5, bo'yiga 3,5. Bu darvozani vodiy bo'ylab 9 ming so'mdan olib ketishaveradi, xudo xolasa. Dastavkasini qilib beramiz 9 ming so'mdan. Obar ustanovkasini qilib beramiz. Bo'lsa sizlarga bo'lsa, xalqqa bo'lsa 9 ming so'mdan olib ketishaveradi darvozani. 2 qavatli shumkali variant. Razmeringizga tushsa bo'ldi. 3,5 ga 3,5 darvoza. Ko'rishlaringki, shu darvoza kelib, ko'rib joyida pul sanab olib ketishaveradi. Xo'p, keyingi darvozaga o'tadigan bo'lsak, keyingi darvozamiz. Bu darvozani misol uchun zakazga qiladigan bo'lsak, 1 kvadrat metrini 1 million 200 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mgacha qilib beramiz. 2 qavatli, 3 qavatli variantda. 1 qavatli variantda ham chiqadi bu darvoza 1 million so'mdan qilib beramiz. Xo'p, bu darvozamiz afsona fason 2 qavatli variantda chiqadi bu darvoza ham. 1 qavatli variantda chiqmaydi. Nimagaki orqasidan lis bosamiz, ikkinchi qavati ko'pchilik so'rayapti-da, 2 qavatli qilsa bo'ladi, 1 qavatli qilsa bo'ladi. Yo'q, 1 qavatlisi chiqmaydi buni. Hop, darvozamiz bu ham aksiga qo'yilgan. Kimni xonadoniga tushsa, aloqa chiqsa, xudo xolasa o'rnatib beraveramiz. Eniga 390, bo'yiga 360 darvoza. Eniga 390, bo'yiga 360 darvoza ko'rishlaringiz mumkin. Kimni xonadoniga tushsa, xudo xolasa 950 ming so'mdan olib borib ustanovkasini qilib beraveramiz darvozani. Ishonaveringlar. Agar zakazga bo'ladigan bo'lsa 1 million 300 ming so'mdan shu fasonlarimiz. 1 million 500 ming so'mgacha kvadrat metri. Mana shu darvozani olib borib ustanovka qilib beraveramiz 950 ming so'mdan. Eniga 390, bo'yiga 360 darvoza. Maza qilsin xalq. Xo'p, keyingi fasonimiz Neklaslik o'zgacha chiqqan avtoriski, xudo xolasa o'zimiz. Ko'rishlaringiz mumkin, high-tech uslubda bo'lgan darvoza. Taylarimiz shivillarda bo'lgan, bu ham profillar ham hammasi qalinda, full variantda bo'lgan. Asosan bizda ko'proq qo'l mehnat ruchniy robota, xudo xolasa qulayroq variantni ham qilaveramiz. Shu eng arzon variantlarimiz ham bor. Kataloglarni tashlab beraveramiz. Xo'p, bu darvozani endi aytib o'tamiz. Bu darvozamizda hammasi qalinda bo'lgan, ruchkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Ajoyib chiqqan, xudo xolasa. Darvozamizni eniga 330, bo'yiga 3,5. Kimga tushadigan bo'lsa 330 ga 3,5 darvoza, kimni xonadoniga tushsa 950 ming so'mdan olib ketishaveradi. Zakazga bo'ladigan bo'lsa 1 million 300 ming so'mdan shu darvoza zakazga. Lekin razmeringizga tushsa, xudo xolasa aybi yo'q darvozani. Yoqtirasiz, kelib olib ketaverasiz. 950 ming so'mdan vodiy bo'ylab. Boshqa viloyatlarga albatta dastavka kelishi asosida dastavkasiga yordam qilib yuborishadi. Darvozani ko'rishingiz mumkin. Yaqinroq olib kelsangiz, mana yaqinroq ham ko'rsatib qo'ying. Mana kraskalarimiz ham glansiy bo'lgan, xudo xolasa chotki kraskalar ham. Ajoyib chiqqan, xudo xolasa tovlanib turadi kraskamiz. Xo'p, keyingi darvozaga keladigan bo'lsak, keyingi darvozamiz high-tech uslubda bo'lgan. Bu ham o'sha trendda bo'layotgan darvozalarimizdan bittasi. Darvozamiz eniga 340 razmerda, bo'yiga 360 razmerda. Kimni xonadoniga tushsa, xudo xolasa buni ham aksiya qo'yaveramiz. Zakazga bo'ladigan bo'lsa, zakazga 1 million 200 ming so'mdan shu darvozalarimiz. 2 qavatli variant 1 million 200 ming so'mdan, materialga qarab 1 million 500 ming so'mgacha zakazga qilib beramiz. Zakazga bo'ladigan bo'lsa. Xudo xolasa darvoza aybi yo'q. Aybi shu turishi. Kim xonadoniga tushadigan bo'lsa, 950 ming so'mdan darvoza olib ketaverasizlar joyiga kelib. Lakasdan tashlab beraman 950 ming so'mdan. Darvoza 2 qavatli variantda, shumkali variantda bo'lgan. Xo'p, keyingi fasonga keladigan bo'lsak, Samarqand fason darvoza. Samarqand fason darvozamiz ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu stolimda olib qo'ying. Xo'p, do'stlar, Samarqand fason darvoza eniga 335, bo'yiga 355 bo'lgan darvoza. 335 ga 355. Xo'p, nalichkalari bor, 25 sm, tevada ham nalichkalari bor, girdi deydi, tepada o'sha qoshlari bor. Darvozani ko'rishingiz mumkin. Go'zal qilib ishlangan, tagida tumbalari, o'rtada ham tumbalari, undan keyin ancha mehnati bor, xudo xolasa. Bu darvozani ham xudo xolasa aksiyaga qo'yib beraman. Kimni xonadoniga tushsa, eniga 335, bo'yiga 350, joyiga nalichkalari bilan 385 ga 375 bo'ladi. Kvadratga tushaverasiz. Darvozani zakazga bo'ladigan bo'lsa, shu darvozani 1 kvadrat metr 1 million 200 ming so'mdan
1.600.000 so'mgacha qilinyapti shu darvozani. Xalq maza qilsin, nech puldan qilib beray? Kimga yoqsa mana ishoninglar, darvoza mana aybi yo'q, xudo xolasa idea kelib joyida ko'rib lakasa tashab beraman, kelib olib ketavering. 980.000 so'mdan olib ketaverasizlar darvozani. 1 million so'm emas. 980.000 so'mdan. Kimni xonadoniga tushsa, olib borib ustanovkasini qilib beramiz. Vodiy bo'ylab, boshqa viloyatlarga albatta kelishuv asosida. Do'stlar, xudo xolasa darvozalarni, katalinglar, vibrlar ko'p, aloqa chiqsalar, xudo xolasa tashlab beraveramiz. Bizim manzillarimizga keladigan bo'lsak, bizning manzillarimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidakapa qishlog'ida joylashgan. Ismim Sardoba. Shu ish faoliyati bilan xudo xolasa bu yil dekabrda 11 yil bo'ladi. Xudo xolasa aloqa chiqaverasizlar. Katalinglar, musofirda yurgan akalar, barcha ijtimoiy tarmoqda faolmiz. Xudo xolasa musofirda yurgan aka-ukalar, boshqalar aloqa chiqsa, Telegram, WhatsApp hammasi bor. Mana shu darvoza bor ekan, rasmiy to'g'ri kelmasa ham sizga zakazga desangiz, lakasi tashab beramiz, yo'q bo'lmasa katalinglarni tashab beramiz, kelib ko'rib joyida ham zakaz berishlar mumkin. Yo'q, undan nimasi bo'lsa, o'sha katalinglarni tashab beramiz, xudo xolasa. Zakaz bersalar, o'zimiz borib o'lchamlarni olamiz, olib borib ustanovkalarni qilib beramiz. Yana bir gap, sex shu joyda o'zida joylashgan mana. Sex shu joyda o'zida, xudo xolasa. Ish jarayonlari hamma shu joyda bo'ladi. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa, albatta o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirasizlar. Bittadan like tugmachalarini bosib qo'ysalaring, bizga albatta motivatsiya bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Do'stlar, yana anaqa qilib qolib ketibdi. 130.000 so'mdan qo'ygan darvozani qolib ketibdi. Shunda o'shani ham obzorni qilib o'taylik. Shu darvozamiz mana aksiya qo'yib bergan. Shtafobli pechat darvoza. Ko'rishingiz mumkin. Yondoqlarimiz 8/6 profildan bo'lgan, taglarimiz 8lik shivellerdan bo'lgan, tepa qismlarini ko'ryapsiz, skrodni qo'yganmiz. Darvoza xudo xolasa hayt edishlikda chetga chiqqan. Bir qavatli hamma profillari ham 1.3 tankadan bo'lgan. Bu joylarga o'sha sara nerjivenkadan qilib berganmiz. Shu darvozamiz qiynalgan, muhtoj joylarga kvadratini 130.000 so'mdan olib borib ustanovka qilib beramiz. Vodiy bo'ylab, xudo xolasa. Boshqa viloyatlarga dastavkasini qilib beraveramiz. Albatta bizga o'sha video syomka qilib bu narsani albatta yashirin video syomka qilib tashlasa Telegram orqali o'zimizga ko'ramiz. Xudo xolasa ma'qul kelsa olib borib ustanovkalarni qilib beramiz. Zakazga bo'ladigan bo'lsa shu darvozamiz bir qavatli varianti vodiy bo'ylab 550.000 so'mdan olib borib ustanovka qilib beraveraman. Zakazga bo'ladigan bo'lsa. O'shanda materiallar, yondonlar 8/6, 1.5 stenka, profillari 1.3, listlari ham 1.3 variantda bo'ladi. Yo'q, menga xizmat qilsin ko'proq deyishadigan bo'lsa, narx-navoziga 50.000 so'm, 100.000 so'm qo'shiladi. Shu profil, to'qima profillarni qalinlashtirib, yondorlarni ham qalinlashtirib, ammo listi o'sha 1.3 bo'ladi. Qolgan detallarni qalinlashtirib yuborilsa, xudo xolasa xizmat qilaveradi. Aytib o'tdim, buni ham o'sha 2 qavatli shumkali qiladigan bo'lsa, o'sha 850.000 so'mdan. Bir qavatli mana 550.000 so'mdan vodiy bo'ylab dastavka ustanovka, boshqa viloyatlarga albatta dastavkamiz kelishuv asosida. Do'stlar, sog' bo'linglar yana bir marta. Tamom.